Do'stlar, bunga umuman ishonish qiyin, lekin eramizdan 3 asr avval grek olimi Eratosfen ismli odam yer sharining aylanasini, uni diametrini juda ham katta aniqlik bilan, deyarli hozirgi o'lchamlarga yaqin bo'lgan darajada o'lchashga muvaffaq bo'lgan. Bunga umuman ishonish qiyin, uni kompyuterlari bo'lmagan, kosmik apparatlari bo'lmagan, qanday qilib o'lchagan? Do'stlar, shu maket yordamida Eratosfen ishlatgan usulni ko'rib chiqamiz. Keyin xuddi shu usul yordamida sizlar bilan ham hech qayerga bormasdan, koinotga chiqmasdan birgalikda yerni diametrini o'lchaymiz do'stlar. Eratosfen o'sha davrda Misrning Aleksandriya shahrida yashagan. Uni xabari bor ediki, Aleksandriyadan hozirgi o'lchovda 800 kilometr janubroqda Sienna shahri, hozirgi Asuan shahrida har yili 21-iyun kuni quyosh maksimal tepaga ko'tarilganda 90 gradusgacha yetib borgan va Sienna shahridagi ustunlarni soyasi yo'q bo'lib qolgan va eng chuqur quduqlarning ham eng tubigacha quyoshning nuri yetib borgan. Quyoshning nuri 90 gradus balandlikda kelgan. Eratosfen aynan shu kuni 21-iyun kuni Aleksandriyada turib shahardagi ustunlarni tashlayotgan soyasiga ahamiyat bergan. Shu soyasidan kelib chiqib hisoblaganki, 21-iyun kuni Siennada quyosh 90 gradus balandlikda turgan paytda Aleksandriyada quyosh 7 gradusga pastroqda bo'lgan. 7 gradus farq qilgan. Mana do'stlar, Sienna shahrini 21-iyun kuni quyosh maksimal balandlikka ko'tarilgan kunni qoq yarmidagi quyosh 90 gradus balandlikda ko'rinayotgan holati. Bu holatda eng chuqur quduqlarni tubiga ham quyoshning nuri kelyapti, tushyapti va bu yerda baland predmetlar umuman soya tashlamayapti. Endi xuddi shu kuni, xuddi shu soat vaqtda Siennadan 800 kilometr shimolroqda joylashgan Aleksandriya shahrida Eratosfen ham shu soyalar yordamida quyoshni balandligini o'lchayapti. O'lchaganda Siennadagi 90 gradusga nisbatan, mana 90 gradus, 7 gradusga quyosh pastroqda bo'lib ko'rinyapti. Demak, har 800 kilometr shimolga bosib o'tganimiz sari 7 gradusga quyosh pastroqda bo'lyapti. Yana 800 kilometr bosib o'tadigan bo'lsak, demak quyoshning balandligi zenitdan 14 gradus pastroqda bo'lar edi. Endi bu 7 gradus yerni to'liq aylanasi burchagini 50 dan 1 qismi. Ya'ni 50 dan 1 qismi degani 50 ta 800 kilometrlarni qo'shsak, shunda yerni bitta aylanasi bo'ladi. 40 ming kilometr chiqyapti. Do'stlar, nasib qilsa 21-iyun kuni birgalikda koinotga chiqmasdan, hech qayerga bormasdan yer sharini diametrini o'lchaymiz do'stlar.